Hayot madrasasi. Subhidam. Muallif Gulbahor Rahmatullayeva. 7-qism. Naima yakshanba kuni bo'lganligi uchun kechgacha Suyumaning yonida qolib ketdi. Uning tashrifi Suyumaning yuragiga bir olam halovat bag'ishlagan edi. Naimani eshikgacha kuzatib qaytgan Suyuma xonasiga kirar ekan, Fozilni institutga kirgani bilan tabriklashni diliga tugdi. Robiya bu xonadonga kirib kelgan kunidan boshlab Suyumaning xonasi uning ham xonasiga aylangan edi. Suyuma, Robiya, Shahlo opalar bir xonada, Jaloliddin va Shahzodlar bir xonada joylashib olishgan edi. Keyingi 2 kun ichida Shahlo opa shamollab aksirayotgani uchun yana o'z xonasiga ko'chib o'tdi. U Robiyani ham shamollab qolishidan xavotir olar edi, ammo vaqti bilan Suyumaning xonasining derazasidan xabar olib ketardi. Suyuma avvaldan qush uyqu edi. Robiya kelgach yana ham sergak bo'lib qolgandi. U o'quvchilik vaqtidagi odatlariga xiyonat qilmay, tuni bilan deyarli uxlamay chiqar. Kunduz kungi 1 soatlik uyqu bilan barisini o'rnini to'ldira olar edi. Bugun ham hamma uyquga ketganda Fozilni tabriklamoqchi bo'lgani Suyumaning yodiga tushdi. U deyarli 1 oydan buyon ishlatilmay yotgan telefonni qo'liga oldi. Qanchadan beri ishlatilmaydi? Oylik limitlari ham kuyib ketgandir. Suyuma shu xayolda telefonni yoqdi. Uni hisobini tekshirganda u 3 kun avval yangitdan to'latilganligi haqidagi xabarga ko'zi tushdi va entikib ketdi. Fozil. Suyuma tarmoqqa ulanganida Fozilning raqami onlayn emasligiga ko'zi tushib, hayajonini ancha bosib oldi. U bafurja tabrik xatini yoza boshladi. Salom Fozil. Bugun biznikiga Naima kelgan edi. U menga ko'p sinfdoshlarimizni talabalar safiga qo'shilganliklarini aytib, juda xursand qildi. Fozil, sen ham talaba bo'libsan. Chin yurakdan tabriklayman. Ayniqsa grant asosida o'qishga qabul qilinganligingni eshitib, boshim osmonga yetdi. Sen yaxshi o'qishing kerak, chunki sen eng yaxshisiga munosibsan. Suyuma xabarni jo'natganida Fozilning ham tarmoqqa ulanganligiga ko'zi tushdi. U shu topda Fozilni juda sog'inganligini his qildi. Yuragi yana eski odatini boshladi. O'ziga bo'ysunmay qo'ydi. Go'yo qirg'oqlariga qo'zg'alon qilayotgan bebosh dengiz misoli ko'ksidan otilish payiga tushdi. Fozildan ketma-ket xabarlar kela boshladi. Xavotir oldim. Tuzukmisan? Aytgancha salom. Tabrik uchun rahmat. Sog'indim. Suyuma so'nggi xabarni o'qib, ko'zlariga yosh qalqdi. Men ham seni sog'ingandan yig'layapman. Suyuma anchadan beri his qilishga yuragi betlamayotgan baxtni uchratib qolgandek edi. U nim hazin tabassumda harf tera boshladi. O'qishda yaxshi bola bo'lib yur. Yana kursdoshlaringni to'yini boshlab, hammani og'zingga qaratib o'tirmagin. Shu o'rtakashlik kasbingni tashlasang yaxshi bo'lardi. Kim biladi, u yerda qanaqa qizlar bor? Suyuma, ko'nglingni xotirjam qil. Bu yerda qizlar yo'q, hammasi yigitlar. Tushunmadim, meni qizg'anyapsanmi? Yo'g'a, qizg'anib o'libmanmi? Shunchaki domlalardan gap eshitib qolmagan deb xavotir olyapman. Bo'pti, xayr. To'xta, ketma. O'zing yaqinda kelding-ku. Jiyanimning ovqatlanadigan vaqti bo'lib qoldi. Mayli, ertaga gaplasharmiz. Kutaman, ertagacha. Kim aytgan bilmadim. Qachon aytgan, bundan xabarim yo'q. Aytishlaricha har kimga ham yetimlik taqdiri ravo ko'rilmas ekan. Yetimlik taqdiri ushbu og'ir yukni ko'tara oladigan, bardosh bera oladigan matonatli insonlarga bichilgan hukm ekan. Farishtalar bu dunyoga keladigan jonni 7 terak balandlikdan tashlab yuborar ekan. Deb tovushi chiqmaganiga yetimlikni ko'tara oladigan jon deya shu taqdirdan nasiba ajratilar emish. Suyuma onasidan ushbu so'zlarni eshitganidan buyon o'y-xayollarini oxiriga yeta olmaydi. Dunyo bunchalar sanoatli. Aytilgan har bir iborada necha isbotini topgan yashirin ma'nolar chiqib, insonni yanada hayratga solishdan charchamasa, Robiya ham kundan kunga Suyumani shu kabi hayratlar dengiziga suzishiga majbur qilayotgani rost edi. Robiya 4-oyga qadam bosdi. Odamlarni yaxshi ajratadigan, o'ziga yaqin deb hisoblaydiganlariga guvranib, qoshini qoqadigan bo'lib qoldi. Ayniqsa Suyumaga shunchalik yopishib oldiki, Jaloliddin ko'pincha "Opa, Robishni ko'tarishingiz shart emas.
Kiyimingizni yoqasinimi, yelkasinimi ushlatib qo'ysangiz, o'zi mahkam koala oyig'iga o'xshab changallab turaveradi, deb kulaverardi. Hoy qiz, bolani yoningga olib uxlama deb ming marotaba aytganman senga. Hidingga o'rgansa o'zing qiynalasan deganman. Quloq solmading. Mana saqichdek yopishib oldi. Shahlo opa tanbeh bergan sari Suyuma Robiyani yana bag'riga bosadi. O'zimni asalim. Suyumaning yotog'ini yoniga Robiyaning tebranma belanchagini qo'yib berishgan bo'lsa-da, uxlash vaqti kelganda Robiya faqat xolasini bag'rida uxlar edi. Bir kuni Suyuma o'zining ham Robiyadan bo'lak yotgisi kelmayotganligini, halovat hissini faqat shu mitti farishtani bag'riga bosgandagina tuyishini sezib qoldi. Robiya butun oilaning jajji erkatoyi bo'ldi. Yo'ldosh aka ham ishdan qaytishi bilan "Onash qani?" deya uni izlashga tushar. Robiya esa qiqir kulib, bobosini soqoliga yopishar edi. Yakshanba kunlari ularning uylari yana ham to'lar. Robiyaning ikkinchi bobo buvisi "Asalchani sog'inib ketdik" deya qo'llariga ilingan o'yinchoqni ko'tarib, bularnikiga chopishar edi. Robiyani faqat Abdumajidgina sog'inmagan, hanuz ko'rmagan edi. Mana bir necha kunki Yo'ldosh aka ishxonasidan ruxsat olib, Shahlo opa bilan viloyatning chekka tumanidagi klinikaga qatnashmoqda. Keyingi vaqtda Shahlo opa oyoq bosolmay qolgandi. Poytaxtda ham ko'pgina shifokorlarga uchradilar, ammo olgan muolajalar nima uchundir em bo'lmadi. Shunda Yo'ldosh akaning bir tanishi ayolining o'sha yerdan shifo topganini aytib, Yo'ldosh akaga ham mazkur manzilni tavsiya qildi. Aftidan muolaja foyda beryapti shekilli, Shahlo opa ham bir muncha yengil tortgandek ko'rinar edi. Bugun ham otasi va onasini yo'lga kuzatib qo'ygan Suyuma Robiya uyqudan uyg'ongunicha kirlarni tez-tez chayib qo'yishga shoshildi. U birrov Robiya uxlab yotgan xonaga nazar tashladi-yu, ildam vanna xonaga yo'l oldi. Kirlar unchalik ko'p ham emasdi. Robiyani 3-4 ta kiyimchalari. Suyuma ularni alohida tog'ora va alohida sovunda qo'lda yuvadi. Shahlo opa shunga o'rgatgan. Suyuma tog'oradagi suvni endi yarimlatgan ham ediki, qulog'iga Robiyaning bor ovozda chinqirib yig'lagani eshitildi. U tog'orani vannani ichiga tashlagancha yugurib ketdi. Shoshganidan ostonada munkib ketdi. Otilib 3 metrlar chamasi uzoqlikka yiqildi. Tizzasining ko'zi jiz etgandek bo'ldi, ammo Suyuma bularni idrok etadigan, o'ziga qaraydigan ahvolda emas edi. Robiya qo'llarini silkitgancha tinmay chinqirardi. Suyuma hech narsaga tushunmadi. U Robiyani aylantirib, u yer-bu yerini ko'rdi. Shubhali narsaga ko'zi tushmadi. Bir vaqt chap kaftini musht qilib silkiyotgani ko'ziga boshqacha ko'rindi. Qizchani kaftini ochganida undan kichkina ari yerga tushdi. Asalimni ari chaqib olibdi. Suyuma yig'isi tinmayotgan Robiyani bag'riga bosib, tebrata boshladi. Abdumajid ishxonasiga tashrif buyurgan hamkorni kuzatib chiqqaniga ancha bo'ldi. U kishi ham sergapgina ekan. Gapi hech tugamasa deng. Abdumajid uzoqdan mayda qadamlar bilan yugurib kelayotgan kotibasini ko'rib ajablandi. Hech bunaqa odati yo'q edi-ya. Bu bahona mehmonga hijolatli kulimsirab kechirim so'radi va u bilan xayrlashdi. Kotibaning qo'lida o'z telefonini ko'rgan Abdumajid uni xonada unutganini tushundi. Kotiba unga yaqinlashar ekan, telefonni topshirishga shoshildi. Halidan beri tinmay jiringlayapti. Abdumajid darhol ekranga ko'z yugurtirdi. 12 marta qabul qilinmagan qo'ng'iroq. Telefon yana jiringlay boshladi. Ekranda Rayhonning uyi yozuvi ko'rindi. Abdumajidning yuragiga xavotir o'raladi. Tinchlikmikan? Eshitaman. U tarafdan Suyumaning yig'lamsiragan ovozi eshitildi. Pochcha, Robiya o'lib qoladi hozir. Abdumajidning qo'l oyog'idan mador ketdi. Nima bo'ldi? Tez yetib keling, iltimos. Uyda hech kim yo'q. Suyuma baralla yig'lar edi. Robiyam o'lib qoladi hozir. Hamma yog'i qabarib ketyapti. Kotiba Abdumajidning o'qdek uchib mashinasiga o'tirgani, uni juda katta tezlikda haydab ketayotganini ko'rib, yoqasiga tufladi. Ish qilib tinchlik bo'lsin. Suyuma eshik tagida mashinaning g'iyqillab to'xtaganini eshitib, qo'lidagi bola bilan ko'chaga otildi. U pochchasiga salom berishni ham unutib mashinaga intildi. Sal oynani oching iltimos. Robiya bo'g'ilib ketyapti. Abdumajid mashina oynasidan qayinsinglisiga ko'z tashlar ekan, o'zi o'tirgan tarafdagi oynani ohista tushirdi. Bo'ladi.
Suyumaning ovozida qat'iyat bor edi. Nima bo'ldi? Nega bunday ahvolga? Abdumajid dabdurustdan qizim deya olmadi. Kaftini ari chaqib olibdi. Shu allergiya berib yubordi. Aksiga olib odamlar uzoqqa ketishgan edi. Suyuma Robiyaning ahvoli og'irlashganda dastavval Fozildan yordam so'rashni xayol qilgan edi. Chunki u har doim biror yordam kerak bo'lsa men tayyor deb ta'kidlagan edi. Ammo Fozil o'qishda ekanligi, yetib kelgunicha ko'p vaqt yo'qotishini o'ylab, pochchasiga qo'ng'iroq qilgan edi. Abdumajid manzilga yetishi hamono mashinadan tushdi-yu, Suyuma o'tirgan orqa taraf eshigini ochdi. U Suyumani hayron qoldirgancha Robiyani uning qo'lidan shart oldi va shifoxona eshigiga chopib ketdi. Suyuma birdan bo'shashib ketdi. U Robiyaga o'zidan boshqa inson ham g'amxo'rlik qilishini tasavvuriga sig'dira olmayotgan. U insonni Robiyaning otasi ekanligini tan olgisi kelmay qolgan edi. Suyuma pochchasining ortidan bazo'r ergashdi. "Vaqtida olib kelibsizlar. Xudo bir asrabdi", dedi shoshilinch yordam markazi shifokori. "Xavotir olmang, endi barchasi ortda qoldi. Qizimizga vaqti bilan ko'p suyuqlik ichirib turing. Ammo qo'rqmang, u bugun kechgacha uxlaydi." Shifokor Suyumaga qaragancha jilmaydi. "Oyjonisi, o'zingizni qo'lga oling. Siz qizingizga sog'lom keraksiz." Suyuma indamadi. U tinchlanib uyquga ketgan Robiyaga qo'lini uzatdi. "Bolani otasi ko'tarsin. Siz shu turishda ham gandiraklab turibsiz. Qo'shni xonaga o'tsangiz, hamshira qon bosimingizni o'lchab qo'yadi." Suyuma kerak emas degan ma'noda bosh chayqadi. Robiyani ko'tarib tashqariga yo'l olgan pochchasiga ergashdi. Suyuma mashinaga o'tirgach, Abdumajid unga Robiyani uzatdi. Suyuma uni avaylab bag'riga bosdi. Yo'lda ketar ekan, Suyuma pochchasiga kishi bilmas nazar tashladi. 4 oy ichida pochchasi ancha qarib ketibdi. Chekka sochlariga oq orlabdi. Ko'zlarini atrofiga ajin to'r tashlabdi. Peshonasidagilar esa chuqurgina ariqcha hosil qilibdi. Suyuma shu xayollar og'ushida uyga yetib kelganini sezmay qoldi. Suyuma Robiyaga qarab rangining tozalanib qolganini ko'rib, ko'ngli joyiga tushdi. Pochchasi yana Robiyani Suyumaning qo'lidan oldi. Robiya otasining qo'liga o'tganda bir g'ingshidi-yu, tez tinchlandi. Suyuma bir so'z demay darvozani ochib, pochchasiga yo'l berdi. Pochchasi Suyumani ishorasi bilan Robiyani ko'rsatilgan xonaga olib kirdi. Asta cho'kkalab Robiyani Suyumaning yotog'iga yotqizdi. U o'rnidan turmoqchi bo'lganida ko'zi qizchasining qo'liga tushdi. Robiya otasini ko'ylagining tugma taqilgan joyini qo'lchasi bilan mahkam changallab olgandi. Abdumajid qaytadan o'rniga cho'kdi. Suyuma pochchasini yolg'iz qoldirib, o'zi Robiyaning ichishi uchun dog' suv tayyorlagani oshxonaga yo'l oldi. U qo'lida iliq suvli idish bilan qaytganida pochchasining hali ham o'sha yerda, o'sha holatda o'tirganiga guvoh bo'ldi. Suyuma Robiya tomonga yaqinlashar ekan birdan joyida to'xtashga majbur bo'ldi. Abdumajid Robiyani qo'lchalarini hovuchiga olgan va uni lablariga tutib o'par, ko'zlaridan esa tinmay yosh quyilar edi. Suyumaning ham ko'ngli buzilib ketdi. U ota va qizni yolg'iz qoldirishga qaror qildi. Ovoz chiqarmay qo'shni xonaga kirdi. Suyuma u yerdagi kresloga o'tirgancha xayolning turfa ko'chalarida keza boshladi. Suyuma ko'pda o'ziga tushunmas, hayron qolar edi. Hozir ham unda shunday kayfiyat hukmron edi. U pochchasidan Robiyani qizg'anib ketayotganligini ko'nglida rostmana tan olar. Yuragi shuncha oylardan buyon o'z qorasini ko'rsatmay yurib, hozir Robiyaga ega chiqib o'tirganiga qanchalik o'rtanib ketsa, aqli asalchi uchun bu dunyodagi eng yaqin inson Suyuma tan oladimi yo'qmi, baribir pochchasi ekanligini, jonidan aziz opasining yo'qotishi hammadan ham uning hayotini ostin-ustun qilib, izmidan chiqarib yuborganligini tan olib turar edi. Abdumajid Robiyani endi ko'rib turish edi. U qizalog'ini shunchalar shirin qiz deb o'ylamagan edi. Tavba, bu qiz onasiga shu qadar o'xshar ekan. Qop-qora sochlari jingalak, yuzlari oppoq va lo'ppa, lab bichimlari ham onasining kichik takrori. Qoshlari atay chizilgan va bo'yab qo'yilgan kabi qop-qora, ko'zlari qora va serkiprik. Abdumajid turli yo'nalishdagi dizaynerlik tanlovlari tashkilotchisi edi. U hozir qiziga ham o'zi bilmagan holda kasbiy nuqtai nazardan baho berayotgan edi.
Dunyoda ayol go'zalligiga baho berishdagi eng birinchi va asosiy shart ayol kishining lablari uning ko'zlaridan 1,5 marotaba kichik bo'lishligidir. Bu degani ayolning ko'zlari katta bo'lishi kerak degani. Abdumajid Robiyaga nazar tashlab, qizining o'zi bir jahon bo'lsa, husni bir jahon bo'lishini o'qib o'ltirar edi. Ammo uning ko'nglida bu hislar bir aylanib o'rnini boshqasi, bevaqt xazon bo'lgan suyuklisi Rayhon bilan bog'liq bo'lgan g'amgin xotiralar egalladi. Abdumajid aka, "Ha Rayhon, nima deysan? Shu desangiz nimagadir keyingi oylarda juda g'alati bo'lib ketyapman." "Iye, nima deganing bu? Tushuntiribroq ayt." "Dunyoning eng qizg'anchiq ayoli, o'sha men bo'lsam kerak. Yana qizg'angan narsamni qarang. Aytsam ishonmaysiz. O'shani shunaqa qizg'anyapmanki." "O'shani? Nimani? Aniqrog'i kimni deng?" "Rayhon, nima?" "Abdumajid aka, buncha nimaladingiz? Bo'pti, ha deb nimalayvermasligingiz uchun gapni ko'p cho'zmayman. Men sizni shunchalik qizg'anib ketyapmanki, bilmadim keyingi kunlarda umuman yoningizdan ketmasam deyman. Mendan sal uzoqlashsangiz, xuddi sizni boshqa ko'ra olmay qoladiganga o'xshayman. Menga qolsa, hech sizdan ayrilmasam. Nega bunday bo'lyapti ekan-a?" Abdumajid Rayhonning sochlarini silar ekan, beozor koyidi. "Barchasiga manavi to'polonchi aybdor. U keyingi vaqtlarda seni ko'p qiynab qo'ydi. Hech qisi yo'q, oz qoldi. Ha demay hammasi boshqacha bo'ladi." Rayhon erining yelkasiga boshini qo'ygan edi o'shanda. Ovozlarida orzular gul ochganda. "Bir qizcham bo'ladi. U juda ham boshqacha bo'ladi. Dadasining hayotini nurga to'ldiradi. Uning uchun hayotdagi eng mehribon erkak albatta dadasi bo'ladi. Yillar o'tib qizimni turmushga berganimizda dadasi u hali kelinlik uyga ketmasidan o'zining oq fotihasini bera turib yig'lay boshlaydi. Chunki u qiz dadasining qalb gavhari, bu dunyodagi Ko'hinur olmosi." O'shanda Rayhonning ko'zlarida yosh aylangan edi. Abdumajidning ham ko'nglini buzib yuborgan edi. Abdumajid o'ylagan sari o'zini aybdor hisoblar edi. U qiziga xayolan murojaat qilar edi. "Jonim bolam, meni kechir. Badbaxt otangni kechir. Seni munis onangni unuta olmagan, uning firog'ida bamisli quruq soya kabi yashayotgan, har tongda dunyoda Rayhoni yo'qligini his qilib uyg'onishi o'zini mingta jallod hukmiga topshirishdan og'ir azob bo'lgan otangni kechir. Qizalog'im, Rayhon o'lmadi, meni o'ldirdi. U bilan barcha orzuyim, umidim, baxtim qaro yerga dafn qilindi. Men ko'pincha o'ylayman, bechoraginam oxirgi daqiqalarda nimalarni o'ylagan ekan? Hoynahoy hayotining so'nggi kunlarida dunyoda eng qizg'angani meni o'ylagandir. O'shanda ham meni qizg'anganidan ketgisi kelmay jonini to'rt tomonga otgandir. Oying hech kim yo'g'ida meni jon deb chaqirishini yaxshi ko'rardi. U aytgan ediki, men uni joni ekanman. Rayhonim jonidan ajralayotganda jonidan, ya'ni mendan kecha olmay juda qiynalgandir. Oxirgi lahzalarda o'lim sharbatini tutganlarida unga shu sharbatni ichishi kerakligi, majburligini bildirganlarida dunyodagi eng beg'ubor ko'zlar rosa javdiragan bo'lsa kerak. Taqdir hukmiga qarshilik qilishga quvvati yetmay, bor isyoni chorasizlikdan ko'zlardan sizib chiqqan oxirgi tomchi yoshda mujassam bo'lganmikan? Uni yuragi avvaldan barini sezgan bo'lsa kerak. Sezganligi aniq. Bo'lmasa, umrining oxirgi 2 oyida meni shunchalik qizg'anib yashamagan bo'lardi. Ishdan daqiqalarcha kech qolganimda rosmani araz qilmas, biroz vaqt o'tmay o'sha arazini unutib, bag'rimga bosh qo'ymas va har doimgi gapi, men sizni hammadan qizg'onaman demagan bo'larmidi? O'sha oxirgi ko'rganimda kasalxonada o'zi bir ahvolda-yu, ammo Abdumajid aka, siz Allohga omonatimsiz. Siz bilan o'tkazgan birgina soniyam uchun ham bu dunyoga kelganimdan roziman degan so'zlarini qanday unutay qizim? Qanday unutay? Operatsiya xonasiga olib kirib ketishlaridan avval aytgan so'nggi so'zini aytaymi? Menga biror korhol bo'lsa, qizalog'imni mendan ham ko'proq yaxshi ko'ring. Men esa Rayhondan boshqa hech kimni yaxshi ko'rishga jazm qila olmadim. Irodam yetmadi. Ochig'i seni qo'limga olishdan qo'rqdim. Agar seni undan kam yaxshi ko'rsam, uning so'nggi iltimosini bajara olmayman deb kuyib ketdim.
Keyin buving, ya'ni mening onamlarning bot-bot takrorlaydigan so'zlari yodimga tushaverdi. Ular doim kim bir narsani boshqalaridan ko'proq yaxshi ko'rsa, o'sha narsa bilan sinaladi. Men esa narsa emas, balki kim bo'lganida ham seni onang Rayhonni sevdim. Uni yo'qotgach, senga bo'lgan muhabbatimni oshkor qilishga qo'rqdim. Rayhondan keyin sen bilan sinalishni istamadim. Qizalog'im, men sendan voz kechganmadim. Aslo. Men o'zimdan voz kechgan edim. Nima uchunligini aytaymi? Chunki men allaqachon o'lib qolgandim. O'sha mash'um iyulning so'nggi kuni, mendan o'zligimni tortib olingan kuni, muhabbatim talon-taroj qilingan sana. Aytchi qizim, men yomon insonmanmi? Bor gunohim ko'nglimni faqatgina bitta ayolga, onangga berganimdamidi? Boya xolang Robiya o'lib qoladi deb yig'lab qo'ng'iroq qilganida seni xuddi onang Rayhon kabi yaxshi ko'rishimni tushundim. Ikkinchi Rayhonim, ya'ni sendan ikkinchi marta ajralib qolishim mumkin ekanligini o'ylaganimda, buni so'z bilan ifoda etib bo'lmaydi. Robiya, senga onang istagan, tanlagan ismni berishibdi. Oying doim tarixda Robiya ismli buyuk zakovat egasi yashab o'tgan. Uning ezgu amallari har doim tillarda doston bo'lgan. Men ham qizimni o'sha ayolga o'xshashini istayman degan edi. Qizim, bo'ldi, yetar bas. Endi seni bag'rimdan qo'ymayman. Oyijoning istagan kabi barkamol qiz bo'lishing uchun harakat qilaman. Sen mening umrimga mazmun, fayz olib kirganing kabi men ham. Robiya g'ingshidi. Ovozi bir ko'tarilgan bo'ldi. Zum o'tmay ostonada qo'lida suv idishchasi bilan suyuma ko'rindi. Abdumajid sekin o'rnidan turdi. Biroz taraddudlanib turdi-yu, qayta uxlab qolgan Robiyaning peshonasidan engashib o'pdi. Robiya uyqusida jilmayib qo'ydi. Abdumajid yengil odimlar bilan xonani tark etdi. Suyuma pochchasini kuzatib qo'ymadi. Faqatgina ortidan "Rahmat" deya oldi. Pochchasi indamadi. Ortiga qaramay boshini silkib qo'ydi xolos. Ko'p o'tmay ko'cha tarafdan mashinaning o't oldirilgan ovozi eshitildi. Suyuma sanoqli daqiqalarda Robiyasiz huvillab qolgan, uni juda sog'ingan edi. Yo'ldosh aka va Shahlo opalar muolajadan qaytishganlarida kun peshindan og'ib qolgan edi. Suyuma bola bilan ovora bo'lib, biror issiq ovqat ham qila olmagan bo'lsa kerak degan xayolda yo'ldan sotib olishgan bir tovoq osh bilan mashinada uy darvozasiga yaqinlashganlarida eshikning ochiqligini ko'rgan er-xotin bir-birlariga ajablanib qarashdi. Tinchlikmikan onasi? Suyumaning doim darvozani qulflab o'tiradigan odati bor edi. Bilmadim, bitta yarimta mehmonga keldimikan? Uyga kiraylikchi, bilamiz. Yo'ldosh akaning xayoli nabirasi Shahzodga ketdi. 3 kun avval qudasi Musaxon aka kech bo'lganda kelib uni hayron qoldirgandi. Quda, ishxonamdan bir haftalik ta'tilga chiqqan edim. Shunga Shahzodjonni olib ketsam, bir bobolik gashtini surib, hamma nabiralarimni baliq oviga olib bormoqchi edim. Shahzod begim qatordan qolib ketmasin. Yo'ldosh aka Shahzodjonni qudasi bilan jo'natib yuborgan kunidan beri Shahlo opadan gap eshitadi. Ish qilib muzdek suv ichib qo'ymasin, zax joylarga yurib tomog'i shishib ketmasaydi. Yo'ldosh aka ayolini sabrga chaqirgani bilan o'zi ham undan kam xavotir olmayotgan edi. Shahlo opa olib kelgan oshini oshxonaga olib kirishga ham sabri chidamay shundoq zinaga qo'ydi-yu, zippillab ichkariga shoshildi. U Suyumaning rangi-ro'yi boshqacha alfozda ekanligi-yu, Robiyaning qo'lchasi bint bilan bog'langanligini ko'rib, hushidan ayrilay dedi. Suyuma, nima bo'ldi? Shahlo opa Suyumaning javobini kutmay, aylanib Robiyaning peshonasiga kaftini bosdi. Tinchlik oyijon, xavotir olmang. Endi tinchlik. Endi deganing nimasi, qizim? Suyuma xonaga kirib kelgan yo'ldosh akaga salom berdi-yu, bo'lgan voqealarni batafsil gapirib berdi. Shahlo opaning yuzlari dokadek oqarib ketdi. U tinmay, Allohga bir ataganimiz bor ekan, o'zi asrabdi-ya bolamni, deya takrorlar edi. Abdumajidning Robiyani doktorga olib borgani, u yerdan kelgandan keyin Robiyaning yonida ancha vaqt qolib ketgani haqida eshitgan er-xotin bir-birlariga ma'noli qaradilar. O'ziga shukr. Suyuma ularga ko'p gaplarni ayta olmadi. Chunonchi Abdumajidning Robiyaning boshida ancha vaqt ko'z yoshlariga ko'milib o'tirgani haqida ham. Oyjon, shu yerda bo'lib turing, Robiyani bo'tqasini tayyorlab kelib ichirib qo'yay.
Doktor tinchlantiruvchi ukol qilgan. Uyqudan ko'zini ocha olmayapti, ammo qorni ochib ketgani aniq. Mayli qizim, tayyorlab kela qol. Bolam boyoqishning ichlari shilinib ham ketgandir. Suyuma bugun ruhan qattiq charchaganligini his qildi. Robiyani so'rg'ichli yelim idishdan ovqatlantirib bo'lib, uni lablarini sochiqcha bilan artib oldi. Robiya bo'tqasini ichayotganda ham ko'zini uyqudan ochmadi. Suyumani tushlikka chaqirib kelgan Shahloba uni Robiyani beozor quchgancha uxlab qolganligini ustidan chiqdi. Shahloba Suyumani uyg'otishga ko'zi qiymadi. Qiziga boqar ekan, yuragi tuzdek achishdi. Hayot seni ham mushtdek boshingdan ona qilib qo'ydi-ya.